102'ni 4'ga bo'lsak 25,5, unga 1 santimetr tikishga qo'shsak bo'ldi. 26,5. Mana bunday qilib qo'yganimizda 26,5 shu yerga to'g'ri kelyapti. Endi mana bu burchakdan ochiq tarafdan o'lchanayotganda 33,5. 33,5 ga to'g'ri kelyapti, ko'ryapsizlarmi? 33,5. Endi bu 33,5 qayerdan keldik desak, boyagi bel aylanamiz mana bunday o'lchaganimiz shu yerga to'g'ri kelgani, keyin bu yerdan bu yergacha bo'lgan uzunlik mana shu yerga kelib chiqdi. Endi bo'yi 120. Hozir mana bu yergacha shu 33,5 bo'ldimi? Yo'q, 26,5. Ha, to'g'ri, 26,5 ha edi. 4 ga bo'ldik, bo'lganimiz shu yerga mana qiya qilganda shu yerga to'g'ri keldi. 33,5 shundan kelib chiqdi mana. Bo'ldi. Endi 120 ni 43 ta ayiramiz 120 dan. 40 ta ayir. 79 qilaylik. 79 ga kelganda belgilarni. Yo'q, uncha uzoq bo'lib ketmaydi. Kelyapti. Endi buni birlashtiramiz. Bizga bu yoq kerak emas. Chizib olamiz.